Yüzümde jiran. Allah'ım. Aka, indap jüresiz. Açtak yapgan fikam bu. Buyurun abi. Okuma. Okumazsınız ha? Okuma. Ah, qadrsiz Ruşengül. Men sizning oppoq paxmi chochlaringizga, yakchashmidek olg'ay ko'zlaringizga, chamg'uning o'risdek cho'nqur ko'zlaringizga, to'nkay tishlaringizga, og'jimoq terakdek egmash putlaringizga, toza yana tuzi yo'q oshdek lovz tetiksiz so'zlaringizga shundoq ko'ydimki, siz bilan to'y qilib qolsam 360 kun dumbalayman. To'y xudoyim. Fikam var bu qandaqat bu? Qadrsiz Ruşengül, sizning ko'zlaringiz chappaqdek, suyuq eski qapoqdek. Bo'ldi, o'qimaylik qo'ying. Chidig'ichiligim qolmadi. Bu qandaqat fikam bu? Muslim xattab yozdingizmi? Hay aka, raskabni qilsam, men savassiz. Men kichik vaqtim dadam bola maktabga deb daftar bersa, paxta o'ynab bitirib o'tib, so'mkamni g'o'rg'ilab yuribdi-man. Yashang yigit. Men cho'ng'igandan keyin birtimiz xattatib, azdirib pul tepib, men bir qizimni kuyib qolgandim-da. Men bir ma'lum ag'inam borda bir parcha xat yozib bersam, o'zidan ko'zi chiqib qolgan o'xshaydi. Xatni xato yozib ishimni buzibdi. Hozir tepib, avt yerig pichoq tiqmaydigan bo'lsa, o'g'il o'g'limga ketadi. Hay, fikam. Makiling. Ochig'ingizga hay beryapti fikam. O ag'inangiz sizning ishingizda buzmabdi. Afsus sizga yaxshilik qilibdi fikam. Men oladigan qizimni yomonlatib etsa, yaxshilik qilgan bo'lamda. Fikam, qarang. Ag'inangiz mush xat orqali sizga ibrat berib, sizni o'yg'otmoqchi bo'lib fikam. Siz uning rahmat etishingiz kerak. Fikam, bu ishingiz menga ayni vaqtda Seyit Nochi o'zining o'lim xatini o'z qo'lida ko'tarib yurgan bir tragediyani eslatdi fikam. Biz mushu davrda, mushu asrda o'zimizning o'lim xatini o'zimiz ko'tarib yursak, ni ot ni numus sat emasmi fikam? Bunda qilsak bizning tugashganimiz shu. Fikam. Texe yangi asrga savodsiz kirkish oldida turgan sizga o'xshash yoshlar boshqalardan ranjishga haqqimiz bormi? Sukutingizga qarsa fikam otda atamaydigan kelishgan bola ekansiz. Xat to'nimayman deyishga numus qilmaydi ekansiz. Men sizga aytib qo'yay fikam. Nadan odamlar mushu zamonda o'zini eng qudratli, eng noch chog'lagan bil amaliyotda ular eng bechora, eng qo'rqinch odamlardir fikam. Men mushu to'y qilishni bilimni ketirganlik hukman ketdim. Men hozir shu topda qattiq numus qilib ketib boraman. Men atdan boshlab kech kursi qatnashib, savodimni chiqarib, Ruşengülga chuqum o'z qo'lim bilan aql so'rashga kezaman. Kelgisi